O'sha paytda 12 tonna bitta polya suv bergan polyamizdan 12 tonna oluvdik. 12 gektar, 111 gektarni shunaqa ekkanmiz. O'sha aminsitdan foyda ko'rdim menda, shuni lekin namni yer namini qoshirmasdan berdim faqat. Necha yil bo'ldi aminsit bilan? Birinchi 2021 dan berida, to'g'rimi? 2021 dan boshlagan. 5 marta berganingiz qanaqa dahshat beruvdi? Hamma butun rayon ham hayron qoluvdi. O'shanda sizga suv nima yaqin edi, unaqa suv ham ko'p qo'yganingiz yo'q-a? Suv ko'p Vobshe suv anaqa edi, bir marta oxirroqda beruvdik. Necha gektarda nechta tonna olgandingiz? O'sha paytda 12 tonna bitta polya suv bergan polyamizdan 12 tonna oluvdik. Video olgandiga o'sha nimangiz, boshoqlar ham bir boshqacha katta to'liq. Bu ham grom bu. Unda ham hozir qarang, Alekseyevich bu yerda lalmi joyiga anaqa ekilmaydi-da. Ko'proq grom ekiladi. Sababi grom tezroq o'sadi, vegetativ massasi kattaroq bo'ladi. Alekseyevich bunga nisbatan sal sekin o'sadi. Hozir Alekseyevichga boramiz. Alekseyevich kuzatamiz. Jami necha gektar lalmi bug'doy ekkan ekansiz? Lalmi bug'doy 112 gektar, 111 gektarni shunaqa ekkanmiz. Chunki natijasini ko'rdim-da, mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz mana natijani. Natijani o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Masalan, mana boshqa dalalarga boring, boshqa dalalarga mayli, o'sha yonimizda ham bitta fermerlarniki bor, uni ham ko'rsataman-da. Bunaqa masalan, endi tushunamiz-ku bug'doyni, tushunyapsizmi? Unaqa natija yo'q mana bunaqa. Ana shu bitta tupingiz 15 ta umumiy holatda tuplagan, 11 ta mahsuldor tupingiz bor, ya'ni 11 tasi aniq boshoq beradi. Endi hozir bu zarar kunandalar yo'q-a uncha? Zarar kunandalar endi avj olib boshladi. Mana Gessen, keyingi hafta men siz gapingiz bo'ldim, keyingi hafta kelasiz-ku, mana o'sha boshoq tortadi, mana boshoq tortishga tayyor. Bu o'sha boshoq ichida dastlabki ona matritsasi shakllanib bo'lgan, naychalash nimasida. Mana qarang, 3 ta, 4 ta bo'g'indan keyin bu holatiga tushadi. Mana 1, 2, 3 ta. O'zi anaqa hozir bitta bo'g'in qoldi. Bitta bo'g'indan keyin boshoq chiqaradi. Lalmida yaxshi endi, zo'r. Effekti qanaqa bo'ldi? Effekti zo'r, mana ko'rib turibsiz-ku. Bu grom. Bu gromda Alekseyevich sal tekisroqqa ekkanmiz. Bu grom, bu yerda gromdan boshqa chunki suv yo'q bu yerda. Gromdan boshqa qolgani bekor. 2015, 2021 sizlar bilan boshladik-da. Endi 1 yil yerlarimiz ketdi, yangi O'zbekistonga o'tib ketdi, ishlamadik. O'tib ketdi-ku O'zbekistondagi. Podpishki men endi u podpishki nimaligini tushunmayman. Qarochi shu ishlagan odamga borib, masalan, men to'g'ri anaqa qilsa, sepsa, masalan, men maqtanish emas, boshqa emas, o'sha aminsitdan foyda ko'rdim menda, shuni lekin namni yer namini qochirmasdan berdim faqat. Yomg'ir poylab berdim, yer namligini ushlab, namligini anaqa qilib sepdim. Sepdim, masalan, namlog mana ko'ryapsiz. Nav tekisligi bilan barobar bir xil. Endi u xunuk ko'rinadi. Nimaga deganda bu qirli zona mana bunaqa yer. Tak tekislikdan bu farqi yo'q endi. Bu yog'i yomg'ir yog'sa, Xudo xolisa anaqa qiladi, bet suv yo'q. Endi hozir kapelni qilamiz deyapmiz, bilmayman endi. Xudo xolisa qilsak, keyin yana ko'ramiz-da. Foydasini ko'rmasam anaqa qilamanmi? Butun mana bu rayondagilar ham, mana bu Olg'a hududiga ana qarang. Olg'a hududiga mana shu suspenziya qilsa zo'r bo'ladi, masalan. Nam ko'rish kerak edi, masalan, mana yomg'ir yog'masdan oldin endi uncha defektini bilmayman-ku, men yomg'ir yog'adi, обычно yomg'ir yoqqandan keyin men bunaqa sal nam bo'lsa, o'sha sepaman sirasi. Mana hozir ham sepib anaqa qildik. 2021-yilmidi? 5 marta berganimizda qarang. Silan dorilarni sug'orib sepdik, keyin yana sepib, keyin sug'ordik. O'shanda effekti zo'r bo'ldi. Birinchi yeri namlik, o'zingiz ham eslasangiz, bitta kontur bu tarafdagi kontur anaqa qildik-da 18 gektarlikni. O'shani sug'orib namiga beruvdik, o'sha undan keyin berib sirasi sug'oruvdik. Effekti zo'r 12 tonnagacha beruvdi. O'zingiz ham bilasiz-ku, videolar bor-ku sizda. Kombayn paytiga ham chaqirganman, kelmagansiz. Yaxshi. Xursandmisiz o'zingiz ishlaganingizga? Конечно, xursand.